Jo'jalarni qo'yib boqishda plyus tarafi qo'yib boqilgan jo'jalar birinchidan sog'lom bo'ladi, ikkinchidan o'sishi tez bo'ladi, uchinchidan kasallikka chidamli bo'ladi. Chunki qurt qumursqalar teri beradi, ko'ryapsizmi? Bu anavi spes korumlardan bu juda 10 barobar, 20 barobar kuchli-da, ular tabiiy mahsulot. Qarang, teri berishini. Shuning uchun iloji boricha imkon qadar jo'jalarni qo'yib boqish kerak. Men o'zim ham bu gapni aytganim bilan qo'yib boqishga vaqt yo'q. Hozir bir qiziqib, bir seleksiyalarda, eksperimentlarni qo'yib yuborib, bir tomosha qilib boqyapman. Boshqa payt vaqtim yo'q mening. Qarang, qancha narsa yeydi. Qumursqalarni qarang. Ular don tanlasangiz, donga qiziqmaydi ular. Sog'inib ketgan bular qurt qumursqa. Bunisi o't ichidan terib yeyapti. Har xil hasharot bor-da bunda. Qumursqani vitamini boshqa. Chuvalchang, chigirtka. Bular hozir ilonni bolasini ham yevoradi, sal bir 2-3 oylik, 4 oylik bo'lgandan keyin.